Stop bu şu mashin bilan Samarqandga ketmoqchimisiz, ey? Qanchaga oldingiz o'zi bu mashinni? Xorazmdan minib kelyapsizmi yana? Gap yo'q sizga. O'zingiz bir obzor qilib beringchi. Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari. Mana biz hozir Xorazm viloyati Gazlining yo'lidamiz mana. Yurganlar biladi. Shu mashinani shu holatida 33 million so'mga oldik. O'rtakash $100 berdik. Mashinani sharoylarni almashtirib, 4 ta 12 radnoy balon qo'yib, mashina ofshi bizga hozir 38 million shu atrofiga davernislar bilan 38 millionga tushib boryapti uygacha. Endi mana hozir yo'lga ketadigan xarajatlardan tashqari ketayda bir 39 million, $3000, $3100 ga tushib boradi. Bu mashinamiz ham shu turishiga klientlari bo'lsa, labo qiluvchilar bo'lsa, shunday ham sotaveramiz mashinani laboga. Plus o'zini yasab berib, ramaga terib beringsa, ramaga ham terib beramiz. Yo, yangi ko'zga tersa terib beramiz. Mashina 46 ming yurgan 2023-yil. Mana zavod olib turibdi. Xorazmda mana 110-120 qilib trassada mana o'zimiz mashina bilan polna bosib ketyapmiz. Hammaga rahmat, bizni kuzatib boring. O'zbekiston bo'ylab qattiq urilgan DTP bo'lgan mashinalar olamiz, sotamiz. Top bergan $100 hadyamiz bor. Hammaga rahmat.